Germaniyada so'nggi yillarda eng xavfli jinoyat turi paydo bo'ldi. Bankomat portlatish. Videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lib, like bosishni unutmang. 2021-yildan boshlab Niderlandiyadan kelgan o'g'rilar bankomatning ichiga gaz to'ldirib portlatadi va 2 daqiqa ichida joydan g'oyib bo'ladi. Ularning eng sevimli quroli Audi RS6 Avant. 580 ot kuchi, to'liq quvattro tortish tizimi 0 dan 100 km/soatgacha 3.6 soniya. Har bir portlashdan keyin ular o'rtacha 110 ming yevro olib ketishgan. Ba'zi holatlarda 18 ta portlatishda 17 million yevro topishgan. Ammo bu o'yin abadiy davom etmadi. Politsiya dronlar, GPS kuzatuv va yo'l kameralaridan foydalangan. Natijada jinoiy guruhni qo'lga olishdi. Ularning yoshi 23 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan. Nega aynan RS6? Chunki bu mashina kuch, tezlik va aniqlik timsoli. Bu mashinada politsiyachilardan 300 km/soat tezlikda qochishgan. Benzin shoxobchasiga kirmaslik uchun bagajida doim benzin olib yurishgan. Bu videodan keyin O'zbekistonda bankomatdan pul o'g'irlash avjiga chiqmasa bo'ldi. Sizga shunday imkoniyat berganda foydalangan bo'larmidingiz? Izohlarga yozib qoldiring.